Demak, inson o'qish kerak bo'lgan va o'ziga eng yaqin bo'lgan kitob qaysi kitob ekan? O'zini jasadi ekan. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Inson nimadan yaralganiga qarasin. Nimadan yaraldi inson? Shuni o'qimaysanmi banda? Nimadan yaralganiga qara inson deyapti Alloh taolo. Billa bo'lgan paytda erkak kishidan nutfa chiqar ekan. Mana shu nutfaning ichida 300 millionga yaqin odam bo'lishlikka yaraydigan nuqta bo'lar ekan tirik. 300 million. Agar mana Qirg'iziston 7 million aholi shu bitta uy lotereyaga qo'ydi, pasporti yoki metrikasini seriyasi bo'yicha kimga tushsa shunga chiqib qoladi shu uy desa va sizga chiqib qolsa, bilasizmi qanaqa baxtli insonsiz? Menga chiqdi deysiz shu telefon yo mashina yo uy deysiz. 7 million ichidan bor yo'g'i bitta telefon yo uy, unga qanaqa baxtli his qilasiz o'zingizni? Birodar, 300 million bir marta chiqqanda. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Inson nimadan yaralganiga qaramaydi. Demak, bu o'qish bizga o'zimizni o'qishligimiz, mana shu o'zimizni jasadimizni o'qishligimiz Allohni tanityapti va iymon keltiryapmiz. O'ylab ko'ringlar-da, qolgani qani? Qolgani qani? Lekin bu oyat alomatlarini ko'rmaymiz ham, o'qimaymiz ham, bilmaymiz. Ishimiz ham yo'q. Pulim yo'q, mashinam balonni almashtirish kerak, tomda solish kerak, ishim yurishmayapti, qarzimiz olmayapman. Inson bo'lib qolganing o'zi mo'jiza emasmi? Yaralib qolganing o'zi ne'mat emasmi?